Bismillahirrahmanirrahim. En güzel, en isil mediyeli alemlerin perverdigarı boğan Allah'a xasdır. Allah Ta'ala'nın için kalbimden mediyeleymen. Onunla hamd sana aytman ve şükür kılman. Bizlerge haqdinni yetkizgen süyümlü Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a durud, dua ve salam yollayman. Onun aile tavabatlarına, sahabelerge ve ta kıyametkice onun yolunda mağadagan Müslüman kıyırındaşlarga bəxt saadet tileymen. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetlik okurmenlerimiz, emdi huzurunlağa bəxt saadetinin 40 retsipin namlıq kitabımızı okuşun davamlaştırımız. 19. retsip, hayatınızı yenilan. Dünyada köplegen narsa özliginin yenilinip durdu. Künle, pasille, delderekle ve başka şeylerin hemmisi özgürüp ve yenilinip durdu. Fakat insan hayatıyla tırışçallık bulmasdan özliginin yenilanmaydı ve özgermeydi. İslam mütefekkiri Allame Muhammed Gazali hayatınızı yenilan namlıq əsərdə mundaq deb yazıdı. İnsan öz hayatıda yeni bir bət itişini xalaydı. Amma to'liq bu yenilikni ahvolining yaxshilanishi yoki boshqa bir joyga yetkilishi degandek majhul vaqtlarga topshirib qo'yib uni kutadi. Ba'zisi bu yenilikni ma'lum bir faslga yoki tug'ilgan kuniga o'xshash muayyan kunga yoki yangi yilning kirishiga bog'laydi. Shuning bilan kun o'tadi, vaqt o'tadi. Ko'p hollarda bu hayajon yo'qolib ketadi. U mushundoq kechiktirish orqali go'yo g'ayibdan bir kuch kelib uni birdamli o'zgartib qo'ydigandek yoki tuyuqsizdan hayoti yengilinib qoladigandek kutadi. Bu faqat xom xiyol va aldanishdir xolos. Chunki hayotni yengilash faqat insonning o'z ichidan kelgan tirishchanlik bilan bo'ladi. Bira ishqi mustahkam iroda va chidam bilan oldini qilgan odamni o'ng'aysizliklar va to'salg'ular bosh egdirolmaydi va irodasidan qaytara olmaydi. Bu xuddi yerning ostidagi urug'chining qattiq tuproqni teshib chiqqanidek barliq to'sqinliklarni yengib chiqadi. İnsan o'zidagi cheklik qudrat, cheklik vaqt va cheklik fursatdan foydalanib hayotini yangidan qurib chiqa oladi. Ammo ishlarni kechiktirishga uzr yo'q. Tirishish, intilish jabo emas, balki u huzurdir. Tirishish, intilish insonning asosli vazifasidir. Hayotdagi intilishdan qat'iy to'xtab qolmaslik kerak. Xuddi turg'un suv buzilgandek sizmi hayotda turg'ilishib qolsangiz, hayotingiz ma'nisiz bo'ladi. Uning lazzati yo'qolib ketadi. O'zingiz qilolmagan bir ishni qilganda xushallik topasiz. Kichik bola o'yinchiga qiziqadi, ammo ozroq o'ynabla tashlab qo'yadi. Chunki u orzu qilganiga erishdi, ish tugadi. Hayotingizni majhul qadarning ustiga qurmang. Allame Muhammed Gazali mazkur asrida yana mundaq deb yozadi. Hayotingizni g'ayibdan keladigan majhul qadarning ustiga qurmang. Chunki u sizga yaxshilik elib kela olmaydi. Bugungi hayotingizda sizga oid hayotdir. Siz ahamiyat berishga va ching tutishga tegishli hayot mushudir. Ishlarni bugundan boshlasangiz foydani siz topasiz. Kechiktirishning foydasi yo'q. Qilishga tegishli ishlarni vaqtidan kechiktirish, planni o'rindashdan orqaga surish, darhol tuzitishga tegishli ishlarni ertaga qo'yish ziyondan boshqasini keltirmaydi. Balki mundaq kechikish odamni texnik qiyin ahvollarga so'rab opirishi mumkin. Peygamber aleyhisselam vaz nasihat qilib, gunohiga pushaymon qilguvchi Allohdan rahmat kutadi. O'ziga ishinib ko'rangliguchi jazosini kutadi. Bilinglarki, har kim o'zi qilgan amallarining mukofotini ko'radi. Hech kim bu dunyodan yaxshi ishining yaxshiligini, yomon ishlarining yomonligini bilmay turib ayrilmaydi. Amallarning natijasi uning tuganchisi bilan xulosalanadi. Kecha bilan kunduz sizlar uchun yaratilgan bo'lib, bu vaqtlarni yaxshi amallar bilan to'ldiringlar. Ishlarni kechiktirishdan hazar aylanglar. Ölüm degan tuyuqsiz keladigan narsa. Allohning aposining kengligiga mag'rurlanib, g'aflatda qolmanglar. Jannat bilan do'zax sizlarga oyoq tevishinglardan yaqindir degan. Ondan faman ya'mal misqala zarratin khayran yarah va man ya'mal misqala zarratin sharran yarah. Ya'ni kimki zarrachilik yaxshi ish qiladi ekan, u uning mukofotini ko'radi. Kimki zarrachilik yomon ish qiladi ekan, u uning jazosini tortadi degan oyatni o'qigan. Inson hayotini yengilab, kamchiliklarni tuzitib, fazilatlarni oshirib tursa, nima degan yaxshi, ha? Bismillahirrahmanirrahim. 20. retsip, o'zingizdan hisob elib turing.
Uyg'urlarda o'zini so'rgan xonning oldiga bormabdi deydigan hikmat bor. Donolar inson har vaqt o'zini tekshirib, xato ketgan taraflarni tuzitib, yaxshi amallarni mustahkamlab turadigan bo'lsa, bu dunyo va oxiratda malomatga qilishdan o'zini saqlab qola oladi degan. Islom mutafakkiri Alloma Muhammad G'azali hayotingizni yenglang nomli asarida mundaq deb yozgan. Dunyoda har qanday bir muhim ishning hisoboti bo'ladi. Uning kirimi, chiqimi, foydasi va ziyni hisoblanib turadi. Faqat inson hayoti majhul tarafga xuddi iqin sudek eqib ketaveradi. Maxsus bir daftar tutib, o'zining qilgan yaxshi ishlar bilan yomon ishlarni xotirlab turish orqali o'zining yaxshilik bilan yomonlikdan to'plaganlarini bilib turishini o'ylab boqqan odam bormidi? Albatta bo'lishi mumkin. Ammo Allohning farishtalari bularni to'liq xotirlab turadi. Qur'oni Karimda mundaq kelgan: "Va wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi va yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadiran wala yazlimu rabbuka ahada." Yani kishilarning nomi amali o'tirg'i qo'yiladi. Gunohkorlarning uningda xotirlanganlardan qo'rqqanligini ko'rsa, ular "Voy issit, bu qanday kitob, cho'ng kichik hech bir ishni chala qo'ymay to'liq xotirlabdi-ku" deydi. Shundoq qilib ular qilgan atganlarining hammasining nomi amaliga xotirlanganligini ko'rdi. Rabbim hech kimga uvol qilmaydi. O'zimizning nomi amalimizni o'zimiz xotirlab qo'ysak yoki o'zimiz bilib tursak yaxshi emasmi? Dunyoda hech qanday savdogar o'zining tijoratidagi foyda ziyonni hisoblamay tashlab etmaydi. Har qanday do'konning egisi do'konidagi tovarlarning hisobini biladi. Odatdagi odamlarmi iqtisodining qanchalik ekanligini biladi. Bankada qanchalik puli borligi va yenida qanchalik borligini obdan biladi. Ammo inson yaxshilik va yomonlikdan qilgan atganlarini bilmaydi. Bilgandimi bu darajada bilmaydi. Inson o'zidan o'zi hisob ilib turishga muhtoj. Alloma Muhammad G'azali mazkur asrida yana mundaq deb yozgan: Tarbiya mutaxassislari odamning pat-pat o'zidan o'zi hisob ilib turishining zarurligini ta'kidlaydi. Ikkinchi xalifa Umar ibn Xattob sizlardan hisob elinishdan burun o'zinglar hisob elinglar. Amalinglar taroziga qo'yilishdan burun uni o'zinglar tatib ko'ringlar degan. İslam mutafakkirlaridan İbn Muqaffa inson o'zidan sodir bo'lgan barliq ishlarni xotirlab menishi lozim degan bo'lsa, Amerikadagi insoniy munosabatlar institutining qurg'uvchisi Dali Karnik inson o'zidan sodir bo'lgan xatoliklarni xotirlab mangsa yetarli deb qaragan. Dali Karnik o'zi to'g'riliq to'xtalib mundaq degan: "Men ish ustulimning tatmisining birida ustiga men sodir qilgan ahmoqliklar deb yozilgan maxsus bir daftarni saqlayman. Pat-pat buni varaqlab ko'rib, ba'zi xatoliklarimni sanab chiqaman va ba'zisini yezishdan xijil bo'lib ko'nglimga putaman. Agar men o'zimga qarata samimiy bo'la olgan bo'lsam, mening bu ustilimning tatmilari, o'zimning xatoliklarim va ahmoqliklarim bilan to'lib ketgan bo'ladi. Men har qitim xatoliklarim yozilgan daftarni o'qiganimda, eng zo'r mushkulotlarni yengib chiqadigan zo'r kuchga ega ekanligimni his qilaman." Hürmetlik okurmenlerimiz, vaqt münasebeti bilan bugungi darsligimizni mushada oxirlashtirdik. Kelar qitim ko'rishguncha aman bo'layli. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.